Yangi kelinlik vaqtimda qaynonam bilan qaynisinglim meni urishgan. O'sha paytda qaynisinglim hali turmushga chiqmagan edi. Homilador vaqtimda больницаga ketayotganimizda qaynisinglim tug'olmay o'l degan. Jonimdan o'tib ketgandan ko'zing bola ko'rsin, qo'ling yo'rga ko'rmasin deganman. Men kelin bo'lib tushgan vaqtimda qaynisinglimning yoshi ancha katta edi. Men 17 yoshimda turmushga chiqqanman. Qaynopamdan ancha yosh turmush qurganim uchun menga rosa kuyardi. Oradan vaqt o'tib erim qaynopam bilan qattiq urushib qolishdi. Erim aytish bo'yicha singlisi har xil begona erkaklar bilan gaplashib yurarkan. Bunga o'zim 1-2 marta guvoh bo'lganman. Erim bilib qolgani uchun meni ayblashgan, "Sen aytgansan" deb, erim uyda yo'qligidan foydalanib, qaynonam bilan qaynopam meni rosa urushgan. To'yib ketganimdan qizlik uyimga ketib bordim. Orada qaynotam keldilar. Qaynotam ikkita oila qurganlar. Ikkinchi oilasi bilan yashaganliklari uchun orada bizga kelib turardilar. O'sha kelganlarida zudlik bilan meni uyga qaytarib olib ketishdi. Qaynotam kelishi bilan qaynonam bilan qaynopam o'zgarib qolishardi. O'zlarini menga mehribonlik ko'rsatishardi. Oradan yana vaqt o'tib, erim bilan qaynopam urushib qolishdi. Erim qaynopamni qiliqlariga chidolmay urib yubordi. Shuning uchun qaynonam qaynopamni Rossiyaga jo'natib yubordilar. 1 yildan keyin qaynopam turmushga chiqmoqchiligini aytdi. O'sha yigit bilan anchadan beri gaplashib yurisharkan. Qaynopamdan 11 yosh kichkina ekan. Qaynotam qizini bunaqa yurishlaridan bezor bo'lib, bir marta sovchi kelishi bilan berib yubordilar. Hammasi bitta videoga sig'madi. Menga obuna bo'ling, davomini keyingi videoda joylayman.